Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kech. O'zim tanimagan vatandoshlarim, hammanglarga xayrli kech. Kirib kelgan Ramazon bayramlari bilan hammanglarni tabriklayman. Demak, mana shu kunlarga bizlarni yetkazgani uchun Allohga behad shukr. Biz mana shunday xayrli kunlarning birida yana bir bor g'oyibona bir-birimizni ko'rib, uchrashib, marafon qilishga g'oyibona uchrashib turibmiz. Buning uchun xush kelibsizlar deyman hammanglarga. Demak, marafonimizni boshlaymiz. Demak, biz bu marafonni qilishdan maqsadimiz ba'zi bir yangi kelgan ishtirokchilar, takliflarimiz kiradida bizlarni olgan daromadlarimizni eshitib ishonishmaydi. Lekin agar mana shu yerda yangilar bo'lsa, marhamat, ko'rishinglar mumkin. Biz hech qanday mashinaga emasmiz, biz hech kimni aldaganimiz yo'q. Biz rostdan ham oilali ayollar, erkaklar, pensionerlar bor, nogironlar bor, mana shu pulga muhtoj bo'lgan insonlar. Hammamiz yaxshi maqsadda, hech qanday birovga yomonligimiz yo'q. Yaxshi maqsadda mana shu biznesda o'z faoliyatimizni ko'rsatyapmiz. Biz ham million daromad ishlayapmiz, ham insonlarga yordam beryapmiz. Kambag'alchilikdan qutqarish maqsadida. Demak, men mana shu biznesga 26-sentyabrda kirib kelganman. Mana shu 2023-yil 26-sentyabrda mana shu biznesga meni Dilbar opa taklif qilgan. 26-oktyabrda 1 oy, 26-noyabrda 2 oy, 26-dekabrda 3 oy, 26-fevralda 4 oy. Demak, xudo xolisa erta 26-martda mana shu biznesga kirib kelganimga 5 oy to'lar ekan. Xudo xolisa. Alhamdulillah, yetkazganiga shukur. Demak, men 4,5 oyda mana shu biznesda 53 million so'm daromad qildim. Xudoga shukur. Rublda 348 ming rubl bo'ladi. Xudoga shukur. Demak, bu daromadlarimni olganimni qanday qilib olganimni sababi, masalan, o'sha o'zini aqliga sig'dira olmaydiganlar bo'lishi mumkin emas. Kecha menga bittasi aytayaptiki, hattoki kresloda o'tirganlarim oyiga bunaqa pul topolmaydi. Opa, kim налог qilyapsiz? U bu deyapti. Ha, biz rostdan ham shunaqa pul topa olamiz bu biznesda. Lekin masalan, mendan oldin shu biznesga kirib kelganlarim bor, mendan keyin kirib kelganlarim bor. Endi u har bir inson o'zini ko'rdi, qanchalik daromad qilishi. Mendan oldinroq kelib, meni topgan pulimni yarmini topa olmagan insonlarim bor. Mendan keyin 1 oy, 2 oy keyin kelib, mendan ko'p daromad qilganlarim bor. Bu biznesda hammasi o'zimizning qo'limizda. Biz rostdan ham shunday daromadlar qila olamiz. Faqat bizda xohish bo'lishi kerak. Ya'ni, umuman insonni oldida har bir inson maqsadi bor. O'sha maqsadga yetishish uchun nima deydi? Suv bo'lsa simirib, nima deyishadi? Shunaqa maqol bor. O'shanga sabr, bardosh va maqsad, harakat bo'lishi kerak. Shuning uchun sidqidildan harakat qilsak, rostdan ham bu yerda shuncha daromad qilsak bo'ladi. Bu pullarni topish uchun nima qilamiz? Bu pullarni topish uchun biz umrimiz davomida faqat bir martagina kimgadir sovg'a berib kirib kelamiz. Faqat bir marotaba. Demak, sizni kim taklif qilgan bo'lsa, o'sha inson sizga yaxshi maqsadda taklif qilgan bo'ladi va o'sha insonni orqasidan siz registratsiyadan o'tasizda, o'sha siz tushayotgan doskada получателda, ya'ni pul olish navbati kimniki kelib qolgan bo'lsa, o'sha odamga umringiz davomida faqat bir martagina 150 ming so'm sovg'a berib kirib kelasiz. Siz uni tanisangiz, qo'liga olib borib bering, tanimasangiz kartasiga tashlab qo'yishingiz mumkin. Demak, o'sha qizilda ham sizga, bizga o'xshagan oddiy insonlar o'tiribdi. Qizilda o'tirgan odam sizni pulingizni olib, xursand bo'lib, men sovg'ani oldim degan tugmani bosib tasdiqlaganda, sizni botingiz faollashadi va siz ishni boshlaysiz, o'zingiz yaxshilik qilmoqchi bo'lgan insonlarni taklif qilib kelasiz. Va siz tomonda turgan moviy rang kataklar to'lib yashilga o'tasiz. Yashildan sariqqa o'tasiz va qizil получателga yetib kelganingizda o'zingizga o'xshab yangi kirib kelayotgan 8 ta insonni har bittasidan 150 mingdan pul olasiz. 1 million 200 ming pul bo'ladi. Xohlasangiz shu pullarni olib chiqib ketish huquqiga egasiz. Sizni hech kim majbur qilib ishlatmaydi bu yerda. Bu ixtiyoriy biznes.
Agar sizga shu ish bizaga o'xshab yoqib qolsa, ham pul ishlab, ham insonlarga yaxshilik qilish sizga yoqib qolsa, marhamat, biznesingizni davom ettirishingiz mumkin. Keyingi bronzaviy doskaga chiqasiz. Keyingi doskaga chiqish uchun esa siz boshqa kistingizdan 1 so'm ham to'lov qilmaysiz. O'sha 8 ta pullaringiz 5 tasini oilangizga, farzandlaringizga ishlating, 3 tasini oborot qilasiz. O'sha 3 tani yuqoriga bronzaviy doskaga berasiz. Endi u yoqda odam taklif qilinmaydi. Yuqori doskalarda takliflar yo'q. Qanday qilib qizilga o'tirib pul olasiz? O'sha startviy doskada taklif qilgan do'stlaringiz birin-ketin sizga o'xshab 8 tadan pullarini olib, 5 ta pulini ikkitasiga solib, 3 tani ko'tarib yoningizga chiqib borishadi bronzaga. Ana endi siz yana qizilga o'tirib qolib 8 ta 450 ming pul olasiz. 3 million 600 ming bo'ladi. Qarang. Ko'rdingizmi? Yuqori doskalarimizda hech qaysida odam taklif qilinmaydi. Bizda 7 ta doska bor. Boshlang'ich, bronza, kumush, oltin, platina, brilliant, titan. Har yuqori doskaga chiqqaningizda bitta pul berib 8 ta qilib olaverasiz. 5 tasi sizniki, 3 tasi oborotniki. O'sha oborot pulni yuqori doskaga necha pul bergan bo'lsangiz, yana 8 ta qilib olaverasiz. Demak, kumush doskada 12 million, oltin doskada 36 million, platinada 120 million, brilliantda 360 million va oxirgi titan doskada 100 ming dollar daromad qilasiz. Bo'ldi, shu xolos. Sizni qiladigan ishingiz bitta taklif. Demak, agar 7 ta doska bo'lsa, men oltin doskadaman. Hozirgi kunda oltin doskada yashil rangda turibman. Qanaqa qilib 53 million daromad qilgan bo'lishingiz mumkin? Bizning botimizni shunaqa aqlli qilib yaratganki, Aleksandr. Har yuqori doskaga chiqqaningizda pastki doskalarda qayta aylanib pullaringizni olaverasiz. Demak, men startviy doskada 12-chi aylanishda получателdaman. Bronzaviy doskada 5-chi aylanishda sariqdaman. Kumush doskada 3-chi aylanishda получателdaman va oltin doskada yashil rangda turibman. Mana shu xolos. Demak, siz qiladigan ishingiz taklif va o'sha taklif qilgan do'stlaringizni yuqoriga davay o'rtoq, men bronzaga chiqdim, pullaringni olib bo'ldingmi? Ha, olib bo'ldim. Ketdik bronzaga chiq. Bronzada o'rtoq 3 million 600 ming pulingni olib bo'ldingmi? Ha, olib bo'ldim. Ketdik kumushga. Bir-birimizga yordam berib, qo'lni qo'lga berib, yaxshilik qilib mana shu biznesda ishlaymiz. Demak, men sizga qisqacha ma'lumot berdim. Shunaqa ajoyib biznesda sizlar bilan bir oiladek bo'lib birga